Turgan holatda 1-2 daqiqa uxlash tahoratni buzadimi? Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi. Hanafiy mazhabda uxlashlik tahoratni buzadi. Uxlashlik tahoratni buzadi. Lekin o'sha o'tirib uxlashlikda bir necha xil ko'rinishlar bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Ba'zilarda tahorat sinsa, ba'zilarda sinmaydi uxlashlikda. Masalan, chortani qurib orqasini qo'yib o'tirib uxlaganda tahorat sinmaydi. Bunaqa holatda tahorat sinmaydi. Masalan, masjidlarga kirib qolganingizda ko'rasizlar, ba'zi bir odamlar chordana qurib o'tirib uxlayotgan bo'ladi. Bunaqa holatda tahorat ketmaydi. Endi mabodo o'sha o'tirganda engishib, yiqilib tushib, o'sha yiqilgan holatda biroz qolib ketib, keyin uyg'onsa, unda tahorat singan hisoblanadi. Demak, qisqa qilib aytsak, 1-2 daqiqalik o'tirib uxlash agar yiqilib uxlab qolmasa tahoratni buzmaydi. Vallohu a'lam bisavob. Navbat